Soliha akasini oyog'ini uqalyapti mana aka. Yaxshilab uqala, yaxshilab. Ha. Uqala yaxshilab mana shuni. Ha, qizimdan-da akasini yaxshi ko'radi-da bu. Qo'llarini ham uqalang endi qizim, qo'llarini. Ha, qo'llarini da qil. Iskelet qo'llarini. Ikki qo'llab. Ikki qo'l bilan. Ikki qo'ling bilan qildi, ikki qo'ling bilan. Bu oyoq. Uni qo'yib ber, mana bunday. Endi bunday. Endi o't ushla. Ikki qo'ling bilan, ha. Qo'llarini qo'lyapti opa singlisi akasini. Uqala. Oyog'ini, qo'llarini qo'laydi meni qizim. Endi oyog'ini qo'lang qizim. Endi oyog'ini qo'la aka.